Shou-biznes olamidan yana bir shoshilinch tezkor xabar. Taniqli aktrisa va xonanda sifatida tanilayotgan Durdona Qurbonova yana diqqat markazida. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin do'stlar, kanalimiz sahifasiga xush kelibsiz. O'zbek hamda jahon shou-biznes olamidagi eng tezkor va qaynoq yangiliklarni o'tkazib yubormaslik uchun like hamda podpisatsiya tugmachalarini bosib qoldirishni unutmang. Aktrisa va endilikda xonanda sifatida tanilayotgan Durdona Qurbonova yana diqqat markazida. Bu safar u estradamizning taniqli vakili Imron bilan birga namoyon bo'lib, ko'plab muxlislarning diqqatini tortdi. Ikki ijodkorning birgalikdagi chiqishlari har doim ijtimoiy tarmoqlarda o'zgacha qiziqish bilan kutib olinadi. Tasvirga olish maydonchalaridan tarqalgan yangi kadrlar tez fursatda trendga chiqishga ulgurdi. Gap shundaki, Durdona Qurbonova va Imron qachon birgalikda ko'rinish berishsa, kuzatuvchilar ularning o'rtasidagi ijodiy uyg'unlikka alohida urg'u berishadi va har safar vaziyatga o'zgacha baho berishga harakat qilishadi. Bu safargi uchrashuv ham navbatdagi katta yangilikdan darak berayotgandek. Oxirgi paytlarda Durdona Qurbonova o'zining qo'shiqchilik faoliyatini ham faol tarzda boshlagan edi. Uning turli musiqiy kliplardagi bosh rollari va unutilmas obrazlari esa har doim alohida mavzu bo'lib kelgan deyilgan xabarda.